Mana shu Revit'dan oldingizmi? Aparishdi. Endi buni qanday ilaman deyapsiz. Bu masalan, например, mana hozir qirg'izcha tushuntirib qo'yay sizga. O'zbekcha aytsam tushunmayapsiz. Mana qarab turing. Bu mana qarab ketyapti, mana bu uch tomoni. Mana buni orqa tomoni, mana yuriyapti kalla tomoni. Endi mana shuni orqa tomonida teshigi bo'ladi. Mana monimdek ilas. Mana. Uchidan shunday ilas bo'ldi mana. Bu hozir so'qatib turibdi, xolodilnikdan uncha pitirolmayapti. Bu o'ynab turadi suvda mana. 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 Bo'ldi. Osonku, juda ham oson mana. Hozir qishki kunida mana shu tiniq suvda ayniqsa maza qilib baliq ushlaysiz. Xuddi mana shu montajga mana. Nejniy montaj qiling bo'ldi. Polidonka qilsangiz ham mana shunday turibdi. Mana pitirab turibdi. O'sha baliq o'tlab kelib turib qo'yga o'xshab lip etib oladi, haydaydi. Mana. Toshingiz ham mana sxadyashi mana. Tosh joyida tursin. Agar bu tosh tortib ketadigan bo'lsa yoki qo'pol papluk bo'lsa, buni bir tortgan baliq o'sha shugani o'sha qaytib kelmaydi. Tortsin, işte bu yutib bo'lguncha hech narsani sezmasin-da, ilinguncha. Tushunyapsizmi? Sezyapsizmi? Bilyapsizmi? Bugungi syomka свежий. Rosa chiqyapti. Qarasdi dodalar. Katta qaraslar. Ana. Yotibdi. Mana. Mana vah bilan. Chiroyligini qarang buni. Oh. Ana paploy duryapti mana. Aparish duryapti. Uryapti. Oho. Ana. Tort canavar. Tort. Yiyip ketdi buni. Bu kadar. Chiqqan baliq. Maydasini ham ushaytdi bu. Paplaydi qarang. Chuqurligi shuncha ekan. Mana. Gambuzmi, sazanmi? Mana. Liboyni olaveradi bu qarmoq. Baba. Ana uryapti. Canavar. Ana. Siletka ekan. Gambuz ham chiqyapti. Bunu tomondan chiqdi. Mana belashka-yu.
Mana gambuzni qonidan ilib chiqdi. Mana karas. Yana bitti. Yes. Yana tepada revit. Pastda chuvalchang. Shunga ham yaxshi uryapti. Oh canım, mana chiqqanini ololmay qoldim. Karas kattaligini qarang, voy joningdan. Qo'y. Ko'zing kuysin. Joningdan. Ana. Kurchuk yutib yuboribdi. Yarim kilo bor u. Mont uryapti ana. Ketdi bu ham. Shuni uryapti. Yo'q. Bitta zo'ri qochdi hozir bundan. Katta 58-yil karaslar chiqyapti qo'y. Voy. Jiyan bilan mon qara. O'tirgan joyimiz. Assalomu alaykum Gurpa. Ovga chiqqanlar bormi? Ovdagilarga omad. O'tiribmiz mana Poploshnikda maza qilib. Bitta joy topib olib. 3-4 kundan beri nima qilmadik? Mayda bo'lsa ham qichig'ini bossin. Ovdagilarga omad. Xudo xolasa syomkalar bo'lyapti. Gap yo'q.